Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilarimiz, bizda navbatdagi ishimiz bitta 5 tasi bittada degan shkaf komplektimiz. Ushbu komplektimiz ichida shkafi, polkalari, trimosi, plus dushovoyi bor. Har bir oila uchun nihoyatda kerakli bo'lgan komplekt, barchaga tavsiya qilishdi. Shkaflar mana kengina, chuqurliklari ham 60 sm, polkalari ham ishlashga qulay. Har taraflama nihoyatda go'zal chiqdi. Mana bu chekka tarafimizga oddiy trimoni budjetli variantini qilib qo'ydik. Mana oddiy polka ko'zgu shu trimomizga o'z fikrlaringizni bildirib o'tinglar, bizga rosa qiziq. Bu yerda esa mana dushovoyimiz. Dushovoyimizni ko'rishlaringiz mumkin. Devorlari, patolog qismlari dekor qilasidan afishka qilindi, pollari mozaika qilindi. Issiq suv, sovuq suv, kanalizatsiya, elektrika, vichka hammasi chotki joy-joyida ishlayapti. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Doim xizmatdamiz. Qo'ldan kelgancha video sizlarga manfaatli bo'lgan bo'lsa, albatta like hamda podpiskalarni bosib qo'yishni unutmanglar. E'tibor uchun katta rahmat. Bizni kuzatishda davom etinglar. Biz doim xizmatdamiz.